Xo'p, hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan men yana har doimgidek Dior PC. Xo'p, bugungi videomizda qanaqa bo'ladi desanglar, 3 ta usul bilan tezlashtirib beraman. Kompyuter va Windows notebooklarni Windows juda tez ishlaydigan bo'ladi. Mazza qilasizlar, o'yinlarda ham qotmaydi. Xo'p, birinchisi bu. Xo'p, mana shu pushka bosasizlar, mana bu yerdan mana parametriga kirasizlar. Mana kirgandan keyin приложениеga kirasizlar. Bu yerga kirganingizdan keyin mana bu yerda avtozagruska bor. O'sha yerga bosib kirasizlar. Hozir menda ozgina qotyapti. Mana avtozagruskaga kirganingizdan keyin hozir mana AnyDex turibdi mana. Mashti hammasini отключить qilib chiqasizlar, to'g'rirog'i o'chirib chiqasizlar mana. Nima launcher. Buni ham o'chirasizlar. Bo'lma, hammasi o'chirdi. Bu nima qilib beradi desanglar, hop bu yoqqaningizda ani qotib qolsa, qotib qolmaydi, ham tez yoqiladi. Короче, qottirmaydi. Hop, bu yerdan X bosib chiqasizlar endi. X, hop, Windows R bosasizlar. Hop, bu yerga birinchi bo'lib temp deb yozasizlar, enter bosasizlar. Hop, ko'rayotganingizda sizlarda bu yerda ko'p fayllar bo'ladi. Hammasini o'chirib tashlashingiz kerak. O'shanda ham C disk anaqa ko'p joy bo'ladi, ham tezroq ishlaydi. Mana yani udalit bo'ldi. Yana Windows R bosasizlar. Hop, endi foiz temp yana foiz. Keyin yana enter bosasizlar. Hop, mana ko'rdinglarmi? Yana ko'p chiqazib berdi. Bularni ham o'chirasizlar bittada hammasini. Mana udalit. Dana bosamiz, o'chdi, yana bundoq o'chirib yuboramiz. Udalit. Hop, mana hozir o'chadi, короче. Hop, hammasini o'chirasizlar. Keyin korzinkaga kirib, mana shu yerdan ham hammasini o'chirib yuborasizlar. Hop. Dalit qo'yasizlar. Bo'ldi. Hop, mana shu ish bilan notebookimizni tezlashtirdik. Ko'rib turibsizlar. Sizlar bilan men Dior PC edim. Yana shunaqa video chiqish xohlasanglar, like va podpiska bosib ketinglar. Hammaga xayr.